Bugun sizlar bilan Endshpilda 4-darsimizga ham yetib keldik va nihoyat sizlar bilan piyodali endshpillarni yakunlab, figurali endshpillarga qadam qo'yamiz. Bugundan sizlar bilan piyodaga qarshi ot endshpilidan boshlaymiz. Piyodali endshpillarni qiyin tomoni shundaki, u yerda juda ham ko'p teoriyadagi narsalarni bilishinglar kerak, o'rganib olishinglar kerak. O'shandan keyin piyodali endshpillarni to'liq o'rgangandan keyin figuraliga qadam qo'ysanglar bo'ladi. Chunki baribir piyodalikda o'rgangan mavzularimiz, piyodali endshpillarda o'rgangan qanaqadir teoriyalarimiz baribir bizda figuraliklarda ham as qotadi. Bugun sizlar bilan demak konь против пешка, ya'ni piyodaga qarshi ot mavzusidan boshlaymiz. Eng muhim bo'lgan teoriyalarni tushuntirib ketaman sizlarga. Harakat qilinglar, agarda sizlarda piyoda raqibda ot bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarda doskani aynan chekkasidagi piyodalarni saqlab qolishga. Agarda ot bo'ladigan bo'lsa, markaziy xonalarni ushlashga harakat qilishimiz kerak. Chunki ot qancha markaziy xonalarda joylashadigan bo'lsa, ko'proq xonalarni o'z kontroliga olish imkoniyatiga ega. Qolgan aynan o'sha teoriyadagi narsalarni vaziyatlar mobaynida aynan pozitsiyalar yordamida sizlar bilan ko'rib boramiz. Xo'p, bizdagi birinchi pozitsiya bu eng oddiydan, har doimgidek eng oddiydan boshlaymiz. Korolimiz F1 da, otimiz E2 da, qoralarni korol H1 da, piyodamiz esa H3 xonasida. Mana shunaqa pozitsiya. Bu yerda oqlar ya'ni doskani chekkasida qamalib qolganligini hisobiga shohni va faqatgina piyoda va piyodani to'g'riga yurish uchun bitta imkoniyat borligini hisobiga oqlar bu vaziyatni yutadi. Agar boshqa xonalarda bo'lganda, shoh tashqarida bo'lganda, misol uchun bitta ot bilan bu pozitsiyani yutish imkoniyati yo'q. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Birinchi bo'lib har bir yurishimiz oldingi darslarda ham, Mittelspiel darslarimizda ham sizlarga tushuntirishga to'liq his qilishinglar uchun shu narsani aytib o'taman. Har doim vaziyatda birinchi bo'lib shoh berishlar, hujum qilishlar va olishlarni o'ylashimiz kerak. Demak, bu yerda birinchi bo'lib templi yurish agarda qilmaydigan bo'lsak, bu yerda bemalol qoralar necha qilish imkoniyatiga ham ega. Misol uchun, agarda ot korolni F1 ga yuradigan bo'lsak, F2 ga qoralar ham korolni H2 xonasiga yuradi. Misol uchun otni bilmadim D4 yoki F4 xonasiga yuradigan bo'lsa, korol H1. Qoralar bu yerda peshkani oldinga surish imkoniyatiga erishsa, H2 ga bu yerda hech qanaqa imkoniyatimiz yo'q yutish uchun. Shuning uchun birinchi yurish bu yerda ot J3 dan shoh beramiz. Demak, korol H2 xonasiga qochadi. Ana endi ot F5 yurishini amalga oshiramiz va kutishimiz kerak bu yerda. Shoh H1, shoh H1 ga shoh F2. Bu yerda ko'rib turganingizdek peshkani endi H2 ga surishning imkoniyati yo'q, chunki sursa ot J3 dan, demak, oqlar qoralarning shohini mot qiladi. Shuning uchun korol H2, endi biza otimizni shunday joydan aylantirib kelishimiz kerakki, mana shu piyodani majbur qilishimiz kerak H2 xonasiga, demak, surishga. Xo'p, korol H1, korol F2, korol H2 dan keyin ot U3 yurishini amalga oshiramiz. Korol H1, ana endi korol H1 dan keyin oddiygina ot F1 xonasiga kelsak, demak, endi shohni H2 ga chiqish imkoniyati yo'q. Majbur bo'ladi qoralar peshkani surishga, oddiygina ot J3 dan, demak, mot qo'yamiz. Birinchi pozitsiya bu raqibni tsugtsvang holatiga, ya'ni majburiy yurishni amalga oshirish holatiga olib kelganimizdan keyin oqlar bu vaziyatni bemalol yutadi. Xo'p, ikkinchi pozitsiya. Demak, ikkinchi vaziyatda mana shu narsani sizlarga chuqur o'rgatib ketay. Agarda bizda misol uchun ot bo'lganda piyodani, proxodnoy piyodani to'xtatish uchun yordamga shohimizni olib kelishimiz shart emas. Bu yerda o'sha proxodnoy piyodani otni o'zi ham to'xtatish imkoniyatiga ega. Faqatgina bu yerda o'sha
to'rtta xonani, aniq to'rtta xonani bilib olishimiz kerak. Mana misol uchun bu pozitsiyada qoralar piyodasini A2 ga suradigan bo'lsa, keyingi yurishda piyoda farzinga chiqadi. Bu yerda ot aynan qaysi xonalarda sakrab uni to'xtatib turish kerak. U bo'lsa mana ot C1, A2, B4 va D3 xonalar. Mana shu 4 ta xonada ot aylanib turadigan bo'lsa, bu yerda hech qanaqasiga piyoda farzinga chiqish imkoniyatiga ega emas. Xo'p, demak, ko'rib turganingizdek, birinchi yurishimiz otni C1 yurishiga amalga oshiramiz. Shoh B4 endi harakat qiladi qoralar, shu bizani otimizga hujum qilib, maksimal darajada otimizni qochirib piyodani farzinga chiqishi uchun harakat qilib ko'radi. Endi ot A2 dan shoh B3, ot C1, shoh B2, ot D3, shoh C2, ot B4, ot shoh B3. Mana shu yerda eng muhim vaziyat, tashqaridan qaraganda otni endi qochadigan, ya'ni piyodani aynan himoya qiladigan imkoniyati qolmadi. Misol uchun A2 ga kela olmaydi. Agarda C2 ga kela olmaydi, chunki o'zi qoralarni shohi himoya qilyapti C2 ni ham. Bittagina imkoniyat bu ham bo'lsa otlardagi imkoniyat bu vilka. Shuni evaziga biz ot D3 ni yurishni amalga oshirgan holda bu vaziyatni durang qilish imkoniyatiga egamiz. Chunki peshkani agarda suradigan bo'lsa, ot C1 yurishdan keyin ham shohga, ham otga hujum qilamiz va bemalol piyodani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Uchinchi pozitsiya sizlar bilan ko'rib turganingizdek, bular bu yerda mana raqibda doskani chekkasida piyoda qoldimi, imkon boricha 3-gorizontaldan yoki 6-gorizontaldan pastga tushirib yubormaslik kerak peshkani. Peshka mana shu oxir 2-gorizontal yoki 7-gorizontalga kirib keladigan bo'lsa, bu yerda ot hech qanaqasiga to'xtatib qola olmasligi mumkin. Xo'p, keyingi vaziyat otimiz H8 da, shoh C7 da, shoh C3 da, piyodamiz H4 da qoralardik. Bu vaziyatda oqlar boshlab vaziyatni demak durang qilish kerak. Bizada endshpilni yana bir qiyin joylaridan birini eslatib o'taman. Har bir yurishni to'liq hisoblab chiqishimiz kerak. Misol uchun, agar logichni o'ylaydigan bo'lsak, mantiqan qaraydigan bo'lsak, shohni yurishdan hech qanaqa foyda yo'q, chunki baribir piyodani oldinga suraveradi qoralar va farzinga chiqish imkoniyati mavjud. Bu yerda faqat biz ikkita variantni to'liq hisoblab chiqishimiz kerak. Bu ham bo'lsa ot F7 va ot J6 yurishlarini. Mana shu yurishlar aynan qaysi biri to'g'ri? J6 yurishimi yoki F7 yurishimi? Xo'p. Demak, birinchi yurishda agarda ot J6 bilan ko'radigan bo'lsak, ot J6 yurishiga bu vaziyatda yutqiziq bo'ladi, chunki H3, ot F4 piyodaga hujum qiladigan bo'lsak, H2, ot E2 dan shoh beradigan bo'lsak, unda qoralar D2 xonasiga yuradi. Endi agarda misol ot J3 dan keladigan bo'lsak, endi shoh pastdan, ya'ni D2, Y1, F2 xonasidan otga hujum qilib, bemalol otni piyodani himoyasidan qochiradi. Chunki bizning shohimiz otimizni himoya qilishga ulgurmaydi va ot qochganda korol, ya'ni shoh J2 va otga hujum qiladi, bemalol farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi keyingisi, agarda ot F7 yurishini qiladigan bo'lsak, H3 yurishi amalga oshirilsa, ot J5, H2 yurishi amalga oshirilsa, biz bu yerda temp bilan shoh berib, bu piyodani to'xtatishga yo'lini ya'ni imkoniyatimiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun agarda shohni D3 xonasiga yuradigan bo'lsak, ot J3 yurishdan keyin bemalol himoya qilamiz. Endi shoh Y3 xonasiga kela olmaydi, chunki ot F1 dan vilka bor. Shoh D4 xonasiga keladigan bo'lsa, unda shoh D6 dan keyin Y5 xonasidan F4 xonasiga kelish imkoniyatini ham bu vaziyatda yopib qo'yamiz. Demak, ot F7 yurishiga H3 qilinsa, demak bu yerda ham necha amalga oshiriladi. Ana endi ot F7 yurishiga agarda shoh D4 yurishni amalga oshirsa, biz birinchi bo'lib J5 yurishidan H3 xonasini himoya qilishimiz kerak.
Agarda Y3 yurishi amalga oshirilsa, endi ot H3 boyagidek, ya'ni 4 ta xonani biza ya'ni vaziyatda ot bilan ushlab turishimiz mumkin bo'ladi. Ot F3 ga shohni oldi. Shoh J3 ga endi ot J1 yurishi ham, J5 yurishi ham manimcha bir xil durangga olib keladi. Peshkani sura olmaymiz. Hujum qilgan payt yana H3 mana shu J1, E2, F4 mana shu xonalarda atrofida aylansak bo'ladi. Masalan, ot J3 ga ot J1 piyodani surish imkoniyati ham mavjud emas. Bu vaziyatda ko'rib turganingizlik vaziyat durang bilan yakunlanadi. Ana endi oqlarda ikkita piyoda bo'lganda raqibni otiga qarshi qanaqa o'ynash imkoniyatini ham ko'rib chiqamiz. Keyingi pozitsiyamiz. Shohimiz B6 da, piyodalarimiz B5 da, F5 da, qoralarda shoh F6 da, oti bo'lsa ot H5 xonasida. Bu vaziyatda yurish oqila boshlab vaziyatni yutish kerak. Juda ham oddiy. Buning uchun shohni birinchi bo'lib qayerga qochishimizni tushunib olishimiz kerak. Bizda 3 ta imkoniyat bor. C7, C6 va C5 asosiy yurishlar. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bizda proxodnoy piyoda bu va bu piyodani farzinga chiqishga harakat qilishimiz kerak. Agarda C5 yurishini amalga oshiradigan bo'lsak, bu vaziyat durang bilan yakunlanadi. Chunki shoh E7, B6 ga shoh D7, otimiz bu piyodani to'xtatadi, shoh esa bu piyodani himoyasiga ulguradi. Ikkinchi yurishimiz, agarda shoh C7 yurishini amalga oshirsak ham, ot F4 dan D5 xonasidan vilka qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni ot F4 agar sursa D5 shoh almashgandan keyin shoh C6 ga vaziyat yana durang bilan yakunlanadi. Faqatgina bitta imkoniyatgina bizani yutuqqa olib borishi mumkin. U ham bo'lsa shohni C6 yurishiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, bizning shaxsiy Telegram kanalimizda professional shaxmatchining ishlash jarayonlari, umuman professional ishlaydigan shaxmatchiga kerak bo'ladigan manbalar, vaziyatlar, umuman kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlarni o'zim o'rganib sizlarga o'sha Telegram kanalda berib borishga harakat qilaman. Agarda qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Ana endi agarda shoh E7 yurishini amalga oshirsa, B6, ot F6 yurishini amalga oshirsa, B7, ot D7 ga mana shu yerda juda ham muhim yurish. Ot ko'rib turganingdek piyodani himoya qilib turibdi, otni esa shoh himoya qilib turibdi. Bir-biridan demak himoyasidan chalg'itish uchun biz piyodani F6 ga surib shoh beramiz. Shoh bilan urush imkoniyati yo'q, chunki ot ketadi, farzinga chiqib ketamiz bemalol. Ot bilan urush imkoniyati ham yo'q, chunki bir yurishda yana farzinga chiqyapti. Agar shoh E6 yursa F7 yurishdan keyin bu yerda qoralar o'z mag'lubiyatini mana shu vaziyatda tan oladi, chunki bu yerda farzinga chiqib ketishni to'xtatishning imkoniyati yo'q. Xo'p, sizlar bilan birgalikda o'sha figurali endshpillar mavzusiga ham kirib oldik. Birinchi mavzumiz bu otga qarshi piyoda mavzusini to'liq tushuntira oldim degan umiddaman. Bu yerda juda ham ko'p qiziqarli, kerakli bo'lgan vaziyatlar ko'p. Sizlar bizning oldimizda yana ham ko'p darsliklar borligi uchun, tushunish qiyin bo'lib ketmasligi uchun kamroq vaziyat bilan sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Qolgan vaziyatlar aynan bizning Telegram kanalimizda to'liq vaziyatlar yuklanadi va sizlarga o'sha eng muhim joylarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslargacha xayr. Normal?